Mirox bola xullas. Короче, mana bugun o'sha randomniy chunki ikkinchi qismi va bizda verstak bor. Ana endi biz hozir temir bizda bor, lekin temirni eritish kerak. Hozir biz o'zimizga kerakli narsalarni mana bu yerga tashlayveramiz. Tak, bize o'zimizga kerak bo'lmagan narsalar bu. Tak, bu. Keyin mana loyam kerak emas. 11 ta temir yig'imiz misli kerak emas. Keyin ozgina yana temir yig'sak, bola birato'la temirli aslahalarga ham yetsa kerak. Hozir temirni yig'ish uchun menimcha anaqa qilmasam yig'ish kerak. Va bizda blujnik bor shekilli, adashmasam blujnik bor bo'lsa bizda ko'mir ham bor. Hozir to'xtanglar. Короче, menda 5 ta blujnik bor ekan. Pechka tepada bor, по-моему. Hozir tepaga chiqishimiz kerak, bloklarni ishlatgan holda. Bo'lmasa mana shu yerda прямой. Примерно yana. Mana shu yerda 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 blok pastga tushimiz. Basharangga oyog'im nimalar sotardi? Mana shu yulduzchalar qanaqa bo'lishi tushunmayapman-da hozir. Mayli, hozir eritib olamiz tezroq. Pechkada. Mana buni yulduzcha desa bo'ladi. Okey. Mana bu ichiga endi chiqib bo'lmaydi. Da, menimcha bularni ichida ham bo'ladi. Nimadir bormi? Paka hech narsa yo'q. Lekin mana Ahmetga chiqib yotib uxlasa bo'lar ekan. Bu yo'q narsalarni qo'ydik. Okey, bo'ldi. Bola hozir endi biza temirni eritib olamiz. Erigandan so'ng xullas narsalarni qilish boshlaymiz. Temir eriguncha men hozir AFKda turib turaman. Bo'lmasa ketdim, mana bu yerda AFKda turib turamiz. Mana do'stlar, yaxshigina AFKda turdim va normal temir erigan bo'lishi kerak. 14 ta. No, paka yetadi. Hozir mana mana invertarimdagi narsalarni birato'la solib qo'ya qoldim. Va hozir biz bundan o'zimizga kirka yasasak bo'ladi. Bundoq qilib oldi kirka yas. Okey, qilich ham yasab olamiz. 9 ta temirimiz qoldi hozir. Bundoq qilib keyin cho'ppa qo'yib, okey. Bo'ldi, bolta ham tayyor. Ana endi hozir kerakli narsalarni olib qo'yamiz. Birinchi o'rinda bu cho'p. Kerak bo'lmaydi уже. Tak. Mana bu. Temirni hozir kiymasa shuning uchun kerak bo'lib qoladi. Ana 5 ta ham eribdi. Ana endi 10 ta kiymasa bo'ladi. Normalniy kiymasa bo'ladi.
Hoppa. Hoppa bo'lag'ini ikkita qopdi. Bundoq qolib yetmagan 3 ta kerak bo'lib qoladi. Albatta bu invertorda turish kerak. Mana hozir ana endi narvani kiyib oldik. Hoppa, bundan chiqib. Men bitta narsani esimdan chiqardim. Menga kerak bo'ladigan taxtalarni hammasini olishim kerak hozir. Sababini keyin tushuntiraman. Hozir bularni hammasiga cho'p yasashimiz kerak. Aytgancha buni birinchi taxtaga aylantiramiz. Keyin bundan cho'p yasaymiz. Buni ham birinchi taxtaga aylantiramiz. Keyin bundan cho'p yasaymiz. Buni ham birinchi taxtaga aylantiramiz. Keyin bundan ham cho'p yasaymiz. Mana shunaqa qilib hozir cho'plarni yasab olamiz. Keyin bundan keyin bo'lsa ana endi biz yasab olamiz. Okey, hozir tek qilsa bo'ladi. Tak o'zimiz qilamiz ekan. Uni ustiga berib qo'yamiz. O 7 ta bo'lib ketdi. Necha? Bo'ldi mana bolalar. 3 ta zina paydo bo'ladi birdaniga. Hoppa, bo'ldi mana. 48 ta zina paydo qildik. Ana endi bu zinani to'g'ri narvon Mamitdan pastga tushsak bo'ladi. Qanaqadan qazuvdik? Pakashotdan qazuvdik. Вот. Tak. Hozir qanaqa tushsa bo'lar ekan bu yoqqa? Yana bir marta qazish kerak edi. Shuning uchun Mamitdan hozir olib mana. Voy! Bola короче o'lib qoldim. Hamma narsasi dabdala bo'ldi. Ana endi pastga tushishga qiynalamiz baka. Va halanti bola tosh bor yo'q, qo'li sinish kerak endi. Voy, hatiyamda kirkan bor edi hatiya. Ya bu bunaqa bo'lmaydi. Bu 3 ta anaqa qo'yib o'pishamiz. Oy. Ana oxirgisi uramanmi bilmadim. Oy, mana saqlab qoldim. Bunday narsamni. Tak, boltamchi. Alhamdulillah. Tak, hozir boltam yo'q. Xo'p, lapatam tushib ketdi. Olma, qilich, narvon. Chiqotganda narvondan chiqamiz bu safar. Boya tushotganda dabdala bo'ladi. Hozir narsani olsak ketdi. Mana endi AFKda qazsak bo'ladi. Let's go. Hozir AFK. Oy.
Bolalar qaranglar, olmos, lekin mana bu yerda oy. Magma bor ekan. Bu menimcha random chunk kartasi hammaga yoqdi. Cho'tki karta chunki qiziq. Mana bu Verstack kerak bo'ladi joyda hozir. Bizga sразу Verstack kerak. Sababini esa hozir keyinroq tushuntiraman. Hozir biz bu yerdan Verstack olamiz. Bu Verstackni nima oltinni o'rniga paka qo'yib turamiz, oltinni. To'g'ri, mana bitta chop qilamiz. Bo'ldi. Endi hozir tak temirlikni qo'yib turamiz. Bularni ham tak narvon bu o'tiradi. Versak hozir qo'yamiz. Mana buni bu yoqqa, orqaga. Bizga hozir endi Versak qo'yamiz. Hoppa, bo'ldi. Kirki kerak, hoppa, bo'ldi. Endi xuddi shuni boltasi kerak. Endi oyoqga ham 3 ta olmos qoldi. Hozir yana olmos ko'ramiz. Xo'la. Bu oyoq to'lash kerak. Aslaqalarni olmos qilish kerak. Hozir mana do'stlar ko'rib turganinglardek ancha olmos qo'ydim. Ana endi aslahalarni yasash kerak olmosdan. Vallahi bitta olmosimiz qoldi. Bu fakat turib tursam mana mana keyindik ana Verstakimizdan o'g'ramiz. Mislishtirga. Va qattan qazib ketdik. Mana shu yerdan qazib ketdik. Ashdan davom etamiz. Bo'lsa What? Oy. To'xtanglar. Menimcha bolalar random chankamiz bugun menimcha tugaydi, chunki bugun men bu spawner bo'lishini bilmagan edim va meni hozir urib yuborishdi va biz bungacha ham kuchayib kelishimizga hali yana 2 ta video cho'zilib ketishi mumkin va hozir videoni aynan 13,5 daqiqasi o'tdi va video qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha keyingi video endi qishloq haqida bo'lsinmi yoki boshqa nimadir haqida bo'lish haqida kommentariyaga yozib ketasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha hammalarga xayr salomat bo'linglar. Bu yerda random chankni albatta Telegram kanalimga qo'yib ketaman. Telegram kanal bo'lsa описаниеda bo'ladi.